ustasiz, to'g'rimi? Yo'q, men kafel ustasiman. Men Xitoyda shunaqa darajada kung-fu o'rganganman, bitta zarba bilan odamni yuragi quloqda uradigan qilib qo'yishim mumkin. Uka 1 minut. Jim turasiz. Tirs. Boring uka, qimillatib yuravering. Ivan Vasilichday bolani ham o'zim qimillatib berganman. Keyin yana bitta narsani bilaman, bitta zarba bilan odamni uxlatib qo'ya olaman. Tirs. Bo'ldi bolam, uxlab, bolajonda baliqlar suzyapti. Alla, bolam, alla yo'q. Jigarnikiga bo'lib qo'ydim. Ustoz, men uxlatib qo'yishni topdim. Qani? Kichik. Menga ta'sir qilmaydi. Bor bitta suv olib kel. Xo'p, chaqirib ket soldim. Ustoz, bulardan qanday o'tamiz endi? Bulardan biz kung-fu ustalari o'tganda o'tamiz. Qara mana. Hozir nima qildingiz? Hozir men o'zimni portal bilan qopladim. Ya'ni himoya qobig'i bilan. Mana himoya qobig'i. Hech kim zarba ham beraman. Hech kim. Inay. Ak bo'lik keyin ko'k